Hozir. Ya, Aziz. Ulug'bek, yaxshimisan? Do'stim, charchayapsan? Xolam yaxshimilar? Ha, rahmat, yaxshilar. Tinchlikmi? Tinchlik, o'rtoq. To'y boshladik. Mana, to'yimga taklifnoma. Zo'ru? Xudo xolasa 28-da to'y o'tgina, o'rtoq kutaman. Bo'ldi, Bo'pti, o'rtoq. sog' ol. Xo'p, charchadim. Mayli, ko'rishamiz. Oyi, tinchlikmi? Qo'limdan piyola tushib ketdi. Suv ichmoqchi edim. Qo'ying, oyi o'zim olaman. Keling, oyijon. O'ziga hech nima qilmadimi? Yo'q, hech narsa qilgani yo'q bolam. Keling, oyijon. Chiroyli o'tirib turing hozir. Ehtiyotsizlik qildim bolam. Voy, hech yo'q, oyi, o'zim oz yig'ib olaman. Shu suvni ham eplab quya olmadimmi? Aytmaysizmi, oyijon, o'zim quyib berardim. Kim ketdi? Mana oyi, suv. Aziz to'y ekan. Azizam o'ylanyapti deyin. Ha, o'ylanyapti ona. Iloyim baxtli bo'lsin, qo'sha qarisin. Aytganingiz kelsin. Kecha ammay qizni uyiga borib ketdi. Ishni pishitib ham ketdi. Endi Xudo xolasa sen ham uchrashsang, qiz bilan bu yog'i to'y. Xo'p, oyi, ishdan chiqib qiz oldiga o'taman, xo'p? Mayli. Faqatgina kech qolmagin o'g'lim. Qiz bola kutib qolishi yaxshi emas. Xo'p, bo'ladi. Oyi, men ishga bora qolib, duo qilib qo'ying. Ilohi amin. Allohim ishlaringni rivojini bersin. Iloyim bizni ham yaxshi to'ylar qilib kelib olaylik. Amin. Allohu akbar. Bo'pti, oyijon, ketdim men. Mayli bolam. Yaxshi o'tiring, xo'p? Mayli bolam. Xo'p, Yaxshi borib kel bolam. Bo'pti, onajon. Mayli. Alo,